Imom Azam rahmatullohi alayh yosh bola ekan, tush ko'rdi. Tushida bir katta daraxtni to'ng'iz kelib tomirlarini qirqmoqchi bo'ldi. Shunda mana shu katta daraxtni bir novdasi egildida to'ng'izni qattiq bir zarba bilan urdi. To'ng'iz do'ppaginacha qochib ketdi, keyin qaytib kelib shahodat kalimasini aytdi. Ashhadu an la ilaha illalloh dedi. Imom Azam yosh bola ertalab uyg'ondida ustozi Hammod ibn Abi Sulaymonning oldiga borib, shu tushimni ta'birini so'rasam bo'ladi, ajoyib tush bo'ldi dedi. Ustozining oldiga borsa, ustozi Hammod nihoyatda bir g'amga botib, g'azablanib, xafa bo'lib o'tiribdi. Ustoz nimaga asabingiz chataq, nimaga kayfiyatingiz yo'q desa, bizni shaharimizga bir to'p xudosizlar ketdi. Amirga uchrab, bu koinotni yaratuvchisi yo'q. Biz shuni isbotlagani keldik. Shaharingdagi bir olimni bizga ro'paramizga qo'yib bahs qilamiz debdi. Amir meni tanlabdi. Shunga achchig'im kelib g'azablanib o'tiribman. Ey ustoz, men tushundim tushimni ta'birini dedi. Menga ruxsat bering, men bahs qilay ular bilan. Agar men yengilib qolsam, hamda yosh bola edi-da endi, yosh bilan yengishning deyshadi. Agar yengib qo'ysam, ha bu shagirdi bilan gaplasha olmadinglar, ustozi bilan gaplashasizlarmi dedi. Ustozi Hammod rozi bo'ldi. Imom Azam ana shu xudosiz mulhidlarning ro'parasiga chiqdi. Va'da qilingan vaqt bo'ldi, kun bo'ldi, ro'parasiga turishdi. Ular Imom Azamga aytishdiki, sen bizni savollarimizga javob ber. Faqat oyat, hadis bilan javob berma. Aqlga to'g'ri keladigan narsalar bilan javob ber. Birinchi savol. Seni Robbing qaysi yilda tug'ilgan? Ikkinchi savol. Seni Robbing qaysi yilda paydo bo'lgan? Uchinchi savol. Robbingdan avval hech kim bo'lmaganini isbot qilib ber aql bilan. To'rtinchi savol. Robbingning zoti qanday? U tutun yoki bulutga o'xshagan gaz simonmi yoki suv kabi oqib turuvchimi? Robbingning makonini aytib ber, qayerda? Beshinchi savol. Robbingning yuzi qaysi tarafga qaragan? Hozir qaysi tomonga qarab turibdi Robbing seni? Oltinchi savol. Agar ishlarning hammasi avvaldan taqdir qilib qo'yilgan bo'lsa, Robbing hozir nima bilan ovora bo'lyapti? Robbing nima bilan shug'ullanyapti? Avval ham yo'q hal qilib qo'yilgan bo'lsa. 7-savol. Nima kamaymasdan faqat ziyoda bo'ladi, ko'payadi? 8-savol. Sizlar musulmonlar aytasizlar, biz jannatga kiramiz, unda abadiy qolamiz, o'lmaymiz deysizlar. Bu qanday aqlga sig'adi? Boshlangan narsani albatta bir kun oxir bo'lishi kerak. 9-savoli. Agar Robbing bor bo'lsa, uni menga ko'rsat. 10-savoli. Shayton olovdan yaralgan. Qanday qilib olovdan yaralganini yana olov bilan azoblash mumkin? 11-savoli. Agar hamma ishlarni Alloh avvaldan taqdir qilib qo'ygan bo'lsa, nima uchun bandalardan shu ish sodir bo'lsa, gunohiga jazo, savobiga mukofot beradi? 11-savol. Robbing qaysi yilda tug'ilgan? Javob shu bo'lyaptiki, Alloh taolo tug'magan, tug'ilmagan, unga hech kim teng emas. Ikkinchi savol. Seni Robbing qaysi yilda paydo bo'lgan? Alloh taolo zamonlar va vaqtlardan avval bor edi. Undan avval hech kim va hech narsa bo'lgan emas, undan keyin ham hech kim hech narsa bo'lmaydi. Uchinchi savol. Robbingdan avval hech kim bo'lmaganligini isbotlab ber. Aqlga to'g'ri kelsin. Imom Azam aytayapti. Raqamlarning orasida 3. 3 dan avval nechi keladi? 2. 2 dan avval nechi keladi? 1. 1 dan avval nechi keladi dedi xudosizlar? 1 dan avval hech narsa yo'q dedi. Agar raqamlarda 1 dan avval hech narsa bo'lmasa, haqiqiy birinchi bo'lgan, yagona bo'lgan Allohdan avval qanday bir narsa bo'lishi mumkin? Aqlga to'g'ri kelyaptimi? 1 dan oldin raqam yo'qmi? 1 dan oldin hech narsa yo'qmi? Demak, haqiqiy bir bo'lgan, yagona bo'lgan Allohdan avval ham bir narsa bo'lmasa aqlga to'g'ri kelaverar ekanmi? Qanoatlanishdi. 4-savol. Robbingning zoti qanday? U tutun yoki bulutga o'xshash gaz simonmi yoki suv kabi oqib turuvchimi? Robbingning makoni qayerda? Javob. Sizlar dedi Imom Azam haligi xudosizlarga bir odam o'layotganda yonida o'tirganmisizlar? Ha, o'tirganmiz. Harakatlanyotdi, to'xtab qoldi. Ha, to'xtab qoldi. Gapiryotdi, sukut qilib qoldi. Ha, sukut qilib qoldi. Nima yo'q bo'ldi unda dedi. Ruh chiqib ketdi dedi.
Ruhi chiqib ketayotganda uni oldida o'tirdinglarmi? Ular ha deyishdi. Endi sizlar menga aytib beringlar. Ruh qanaqa edi o'shada? Bulut yoki tutunga o'xshagan gaz sumonmidi? Yoki suvga o'xshab oqib turadigan suyuqmidi yoki toshga o'xshab qattiqmidi? Nimaga o'xshardi? Ular sukut saqlashdi. Chunki ruhni sifatlab bera olmadi-yu. Borligini aqli qabul qilib turibdi-yu. Robbingni yuzi qaysi tarafga qaragan? 5-savol. Bu savollarga ikki xil javob bor dedi. Agar qorong'u xonani o'rtasiga shamni yoqib qo'ysanglar, yorug'i qaysi tomonga qarab yuradi? Dedi hali xudosizlar, hamma tomonga dedi. Robbim yuzi ham shunaqa dedi. Agar dedi, ikkinchi javobi, bir chiniga sut qo'ysanglar, shu sutda tarkibida yog' bormi? Bor. Qayerda? Qayerda? Hamma yerda. Mana bu joyda belgilab bera olamizmi sutni? Mana tomonida turibdi yog' deymizmi? Indashamay qoldi. Javob bo'ldi. Agar 6-savoli ishlarning hammasi avvaldan taqdir qilib qo'yilgan bo'lsa, Robbing hozir nima bilan shug'ullanyapti, nima bilan ovora? U taqdir azalda yozib qo'yilgan narsa bo'ladi, boshqa narsa bo'lmaydi. Hamma ishlar dedi javobida. Javob shu bo'ldiki, hamma ishlar Robbimning qo'lida. O'zi boshlab, o'zi nihoyasiga yetkazadi. Xorni aziz qiladi, azizni xor qiladi. Faqirni boy qiladi, boyni faqir qiladi. Kasalni sog' qiladi, sog'ni kasal qiladi. Alloh taoloning qo'lida. 7-savol. Nima ozaymasdan faqat ko'payadi? Imom Azam kamaymasdan faqat ziyoda bo'ladigan narsa bu ilm. Ilm faqat ziyoda bo'ladi. 8-savoli. Sizlar biz jannatga kiramiz, unda abadiy bo'lamiz, o'lmaymiz deysizlar. Bu qanday aqlga sig'adi dedi. Javob qarang. Raqamlarning avvalgisi necha? 1. Ikkinchisi, uchinchisi, oxirgisi necha? Raqamlarda oxiri bormi? Yo'q. Xo'p, raqamlarda oxiri bo'lmasa, jannatdan boshi bor, oxiri yo'q dedi. Aqlga to'g'ri keladimi? Endi 9-chi, 10-chi, 11-savoliga Imom Azam javob berishlikdan avval yerdan bitta g'ishli yoki guvalikni olib turib, hali xudosizlarning boshini bir yorib qo'ydi. Boshi yorilib qon oqdi. Ashota turgan askarlar Imom Azam maligini boshini yorib qo'yganiga shunday ushab jazolab qo'mamoqchi bo'lishdi. Nima bunday qilding dedi? Mana shu ishimda 9-chi, 10-chi, 11-savoliga javob bor dedi. Qanday qilib javob bor deganda aytdiki, agar Robbing bor bo'lsa, uni menga ko'rsat deyishdi. Boshini yordim, og'riq bormi dedi? Bor dedi. Ko'rsat menga dedi. Bu bitta javob. Shayton olovdan yaralgan, qana qilib o'tdan yaralganda, ya'ni o't bilan do'zaxda azoblaydi dedi. Odam tuproqdan yaralgan, tuproq bilan azobladimi dedi. To'g'ri keldimi? To'g'ri keldi. Oxirgi savoli, agar hamma ishlar Alloh taolo tomonidan taqdirga yozilib qo'yilgan bo'lsa, nimaga bandalardan qilgan ishlarga jazo yoki mukofot beradi dedi. Demak, boshini yorilishini Alloh yozgan ekan, nima meni jazolamoqchisizlar dedi. Alloh xohlagan ekan shunday bo'ldi. Nima meni jazolaysizlar dedi. Deganida haligi xudosizlar hamma savollariga aqliy dalillarni olganlaridan keyin hammalari shahodat kalimasini aytib musulmon bo'lishdi. Musulmon odamning aqidasi, e'tiqodi, dadasi musulmon bo'lganligi uchun musulmon bo'lish kerak emas. Endi hamma aytayapti-yu. Shunaqa shaklida, endi musulmoncha tug'ilib qolganligimiz uchun emas, e'tiqodda birovga taqlid qilinmaydi. Mana 11 ta savolga aqliy javoblarni berdi, oyat hadis keltirmasdan.